eshitamiz qarang. Bu ham yaxshi misollardan bittasi. Parallel to'g'ri chiziq. Demak, orasida mana shu holatda trapetsiya turibdi. Chunki parallel to'g'ri chiziq deyiladi. Demak, bu trapetsiya bo'ladi degan. Trapetsiyaning diagonallari, demak, mana shu yuzaga ajratgan bu yuza 9, bu A yuza, bu B yuza. Asoslari mana bu 2K, 3K. Bo'lsa, A ni va B ni qiymatini toping degan savol ekan. Ishlaymiz qarang. Mana burchak alfa desak, mana burchak ham alfa bo'ladi. Mana burchakni beta desak, mana burchak ham beta bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan bu gamma bo'lsa, bu ham gamma bo'ladi. Alfa, beta, gamma bu uch burchakning ichki burchaklari, mana bu uch burchakning ichki burchaklari alfa, beta, gamma. Demak, o'z-o'zidan bu uch burchak bilan bu uch burchak bir-biriga o'xshash ekan. O'xshashlikda formula bor. Mos burchak qarshisidagi tomonlar nisbati 2K ni 3K ga nisbati ning kvadrati yuzalar nisbati kabi B ni nisbati 9 ga. Shundan buni hisoblasak necha bo'ladi? 4 taqsim 9 teng B taqsim 9 ga. Bundan keladi B teng 4 ga degan javob chiqadi. Tushunarmizlar? Bu 4 ekanligini bildik. Ani qanday topamiz endi? Ani qanday topamiz? Kim aytadi? Keyingisi asos mana bu bilan o'xshash bo'lsa 2K ni 3K ga nisbati mana bu bo'lakning keyingi bo'lakka nisbat eting. Demak, mana bu 2n bo'ladi, mana bu 3n bo'ladi. Demak, keyin o'sha o'zimiz bilgan formula. B ning A ga nisbati, B ning A ga nisbati 2n ning 3n ga nisbati. Bu yerdan B ni o'rniga 4 ni qo'yamiz. 4 taqsim A teng 2 taqsim 3 ga. A ni topsak 6 degan javob chiqadi. Tushunarli-a?